Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Chelsea yulduziga aylangan Myu muxlisi. Manchester United akademiyasi murabbiyi Colin Little Chelseaning kelajakdagi yulduzi Cole Palmer atiga 16 yoshdaligida klubi bilan shartnoma imzolashga qanchalik yaqin bo'lgani haqida so'zladi. Men Cole Palmerning oilasini juda yaxshi bilaman. Uning otasi va amakisi bilan tanishman. Ishonasizmi, biz Cole Palmerni 16 yoshda o'zimizga jalb qilishga juda yaqin edik. U ikkilanayotgandi va men uning Unitedning ashaddiy muxlisi ekanligini bilardim. U ketishi mumkin bo'lgan yoshda, ya'ni 16 yoshda edi. Shunday emasmi? Ular Manchester City bo'yicha ham ikkilanib qolgan. Menimcha oxir-oqibat Manchester City unga yetarlicha yaxshi taklif bergan. Ammo aslida u har doim Manchester United fanati bo'lgan va har qanday holatda ham biz yaqin edik. O'zaro suhbatimiz hali ham esimda, dedi Little The Athletic'ning Talk of Devils podkastida. Qadrli kanalimiz a'zolari, sizlarga Football Time rasmiy Telegram sahifasini tavsiya etamiz. Bu yerda siz futbolga doir eng so'nggi ma'lumotlardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasiz. Futbol, joliy filmlar va gollarni yuklab boramiz. Telegram kanalimizga qo'shilish linkini tavsifdan topishingiz mumkin yoki Telegram orqali qidiruv joyiga kuchukcha Football Time Official deb qidiring. Sizni Football Time rasmiy Telegram sahifasida kutib qolamiz. Mbappe: aytganimdek, biz bir oilamiz va buni isbotlaymiz. Real Madrid va Fransiya terma jamoasi hujumchisi hisoblangan Kylian Mbappe Leganesga qarshi uchrashuvda dubl qayd etgandan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashib, bir nechta qiziqarli savollarga javob berdi. Debyut mavsumimda Ronaldoning gollari soniga tenglasha olganimdan juda xursandman, lekin eng muhimi Real Madrid bilan chempionlikni qo'lga kiritish. Biz nima qilishimiz kerakligini bilamiz, faqat g'alaba qozonish. Men har doim aytganman, biz bir oilamiz va buni isbotlaymiz. Bu juda qiyin o'yin bo'ldi. Qalqirib tanaffusdan keyin har doim qiyin bo'lishi tabiiy holat. Uchrashuvni yaxshi boshladik, gol urdik va keyin 20 daqiqa yomon o'ynadik. Biroq biz yaxshi o'ynasak, ikkita gol urishimizni bilardik, deya ta'rif berib o'tdi 26 yoshli yulduz. Alonso Real bosh murabbiy bo'lishga tayyor, faqat bitta shart bilan. Madridning Real klubi Leverkusenning Bayer jamoasi bosh murabbiyi Xabi Alonsoga jiddiy qiziqish bildirmoqda. Bu haqda Ispaniyaning El Gol Digital nashri xabar tarqatdi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, mutaxassis qirollik klubini boshqarishga tayyor, biroq klubi bilan birga farmatsevtlarning germaniyalik yarim himoyachisi Florian Wirtz bilan ham shartnoma tuzishi lozim. Florian Wirtz 2024-2025 yilgi mavsum klub miqyosida 39 ta o'yin o'tkazib, 15 ta gol urdi va 13 ta golli pas uzatdi. Transfer Market portali futbolchining narxini 140 million yevroga baholagan. Manchester City muxlislari chipta siyosatiga qarshi norozilik namoyishi uyushtirishmoqchi. Shaharliklarning bir guruh muxlislari APL doirasidagi Manchester City va Leicester o'rtasidagi o'yinga tashrif buyurganlardan dastlabki 9 daqiqa o'z o'rnidan joy egallamaslikni so'radi. Bu raqam tarqatish bilan shug'ullanadigan klub tashqi hamkorlari sonini bildiradi. Muxlislar ushbu platformalarda sotilayotgan chiptalar narxi oshirilganidan norozi bo'lib, chiptalarni bu tarzda qayta sotish klubning haqiqiy muxlislarni o'yinlarga borish imkoniyatidan mahrum qilishini ta'kidladi. Avvalroq Manchester City Viagogo chipta agentligi bilan shartnoma imzolagani uchun tanqidlarga uchragan va uy muxlislari noroziliklarga sabab bo'lgandi. Manbaga ko'ra, klub keyingi mavsum uchun chiptalar narxini e'lon qilishdan avval muxlislar kengashi bilan shoshilinch yig'ilish o'tkazishni rejalashtirgan. Uchrashuv 2-aprel kungi Leicester bilan o'yinning ertasiga bo'lib o'tadi. Saudiya Arabistoni klublari Viniciusga Ronaldonikidek shartnoma taklif qilmoqda. Saudiya Arabistoni klublari Real hujumchisi Vinicius Juniorga qiziqish bildirishda davom etmoqda. Ma'lum qilinishicha, Al Nassr va Al Ahli klublari braziliyalik futbolchiga Cristiano Ronaldonik kabi shartnoma taklif etishmoqda. Bu yiliga 200 million yevrolik bitim hisoblanadi. Avvalroq Arsenal sardori Vinicius Juniorni to'pchilar tarkibida ko'rishni xohlayotganini ma'lum qilgandi. Lewandowski joriy mavsumda 40 ta gol urdi. Barselona forvardi Robert Lewandowski bu mavsumda klub va terma jamoa safida 40 ta gol urgan Yevropaning top 5 ligalaridan biridagi birinchi futbolchiga aylandi. La Liganing 29-turdan o'rin olgan Gironaga qarshi o'yinda Robert Lewandowski dubl qayd etib, Ispaniya chempionatida urgan gollari sonini 25 taga yetkazdi. Shuningdek, uning joriy mavsumda 2 ta gol uzatmasi borligini ham ta'kidlash joiz.
Umuman olganda 36 yoshli polshalik hujumchi klub va terma jamoa safida barcha musobaqalarda 47 ta o'yinda 40 ta gol urdi va 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Robert Levandovski oltin butsi uchun kurashda 27 ta golga ega bo'lgan Muhammad Salohdan 2 to'p ortda qolmoqda. Messi kumirlari haqida gapirdi. Afsonaviy argentinalik o'zining kumirlari nomini aytdi. Oltin to'pning 8 karra sohibi Lionel Messining futboldagi kumiri 2 nafar. Bular Pablo Aymar va Diego Maradona. Pablo Aymarning o'yinlari menga juda yoqardi. U Riverda o'ynaganda ajoyib jamoaga ega edi va ajralib turardi. Diego Maradona men uchun alohida ahamiyatga ega futbolchi. Biz argentinaliklar uchun u birinchi raqamli. Keyin Pabloni aytgan bo'lardim. Unga futbolchi sifatida havas qilardim, juda yaxshi ko'rardim, dedi Messi. Amarim: o'zimizga bo'lgan ishonch yuqori va mavsumning qolgan 2 oyiga tayyormiz. Manchester United bosh murabbiy Ruben Amarim mavsumning qolgan qismidagi maqsadlarga to'xtaldi. Men o'zimga juda ishonaman, futbolchilarning ham o'ziga bo'lgan ishonchi ortgan, buni mashg'ulotlarda his qilyapman. Lekin natijalarga qarab vaziyat o'zgarishi mumkinligini ham yaxshi bilaman. Biz o'sha energiyani saqlab qolishimiz muhim. Hozirda sezilarli darajada yaxshilanishimiz mumkin bo'lgan ba'zi narsalar ustida ishlashga e'tibor qaratmoqdamiz. Xullas, o'zimizga bo'lgan ishonch juda yuqori va mavsumning qolgan 2 oyiga tayyormiz. Mavsumni qaysi o'rinda yakunlashimizni bilmayman, ammo ijobiy ko'rsatkich qayd etishga umid qilaman. Qolgan o'yinlarda g'alaba qozonishni xohlaymiz, deya portugaliyalik mutaxassisning so'zlarini keltiradi BBC. Barselona hujumchisiga 3 ta APL klubi qiziqmoqda. Barselona hujumchisi Ferran Torres hali ham Angliya Premyer Ligasi klublarining diqqat markazida qolmoqda. 25 yoshli futbolchi ko'k ranglilar tarkibida asosiy tarkibda muntazam maydonga tushmayotgani sababli Angliyaga qaytishi mumkin. Transfer News Live xabar berishicha, ispaniyalik futbolchiga Tottenham, Aston Villa va Newcastle qiziqish bildirmoqda. Eslatib o'tamiz, Ferran Torres bundan avval Manchester City sharafini himoya qilgan va 2022-yil boshida Barselonaga ko'chib o'tgandi. Manchester City Barselona futbolchisi uchun 100 million yevro to'lashga tayyor. Manchester City joriy mavsum yakunidan so'ng Barselonaning ispaniyalik halbeki Pedri uchun katta miqdorda pul taklif qiladi. El Nacional nashri ma'lumotiga ko'ra, Manchester klubi 22 yoshli ispaniyalik futbolchini yozgi transfer oynasida safiga qo'shib olmoqchi. Shaharliklar o'yinchi uchun taxminan 100 million yevro to'lashga tayyor. Ta'kidlash joizki, City Pedrini yozda klubini o'zgartirishi mumkin bo'lgan Kevin De Bruyne'ga o'rinbosar deb bilmoqda. Pedrining o'zi hozircha Barselonadan ketish istagini bildirmayapti. Pedri ushbu mavsum ko'k ranglilar uchun Ispaniya chempionatida 28 ta o'yin o'tkazib, 4 ta to'p kiritdi hamda 4 ta golga assistentlik qildi. Masharipov termadan chetlatildimi? Kapadze tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga munosabat bildirdi. Tarmoqlarda O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Timur Kapadze terma jamoa a'zosi Jaloliddin Masharipovni Qirg'iziston bilan o'yindagi qizil kartochka sabab bildirgan izoh uchun terma jamoadan chetlatishga qaror qildi degan mazmundagi xabarlar tarqaldi. Kalabrus holatga aniqlik kiritish maqsadida O'zbekiston terma jamoasi ustozi Timur Kapadze bilan bog'landi va murabbiy bunday xabarlar haqiqatdan mutlaqo yiroq ekanini tasdiqladi. Tarmoqlarda hazillashib, balki 1-aprel hazilini uyushtirishayotgandir. Bunday xabarlar mutlaqo yolg'on. Masharipov bilan aloqamiz juda yaxshi, deydi Kapadze.